Yangi yilga mendan sovg'a so'raymidinglar? Mana sizlarga sovg'a. Qaranglar, qo'limdagi Tecno 40 Pro. Bundan naq 10 ta PlayStation 5 Slim va 5 dona Asus kompyuteri va quloqchin yutib olishinglar mumkin. Qaranglar, qanday qilib yutib olishni sizlarga o'rgataman. Buning uchun shu videoga bitta like bosib, kommentariyaga kirib plus belgisini qo'yib va shu videoni istoriya qilib qo'yishinglar kerak bo'ladi. Va aytgandek, men bu qo'limdagi iPhone chani bo'lsa, shu videoda kimning kommentariyasi eng ko'p like yiqqan insonga sovg'a qilib yuboraman. Qaranglar, agar qo'limdagi Tecno 40 Pro ni qaranglar, holatini qaranglar. Va onasini emsin, shunaqa ham telefon bo'ladimi? Chiroyligini qarang. Shu telefondan naq 10 dona qo'yilgan, PlayStation 5 Slim qo'yilgan va 5 ta Asus kompyuter qo'yilgan. Buni qanday qilib yutib olsanglar bo'ladi? Qaranglar, Telegramga kiramiz. Telegram qidiruv menyusiga Tecno O'zbekiston degan kanalga o'tamiz. O'tib turib, u yerda qadalgan postni ustiga bosamizda va ishtirok etish bor. Aynan shu ishtirok etishni bosib, sizlar ro'yxatdan o'tib qo'yishinglar kerak bo'ladi. 10-yanvar kuni soat 14:00 da aynan shu sovg'alar o'ynaladi. Qo'ldan boy bermanglar. Naq shu telefondan 10 dona va eng qizig'i bor, tasavvur qilinglar, PlayStation 5 Slim qo'yilgan. Agar kirib yutib olsam, maza qilib borsa kerak do'stlar, boru. Bitta like bosib qo'ying. Like jarka basu. Men uchun bu motivatsiya bo'ladi do'stlar. Bu sovg'alarni qo'ldan boy berib yubormang, hali vaqt bor. 10-yanvar kuni soat 14:00 da bu sovg'alar sizlardan biringlarga bo'lishi mumkin. Like, podpiska sizdan, xizmat qilish bizdan. Bosdik.